Assalomu alaykum, Biokemik kanaliga xush kelibsiz. Bugungi biologiya darsimizda sizlar bilan odam organizmining tuzilishi, koinotdagi eng murakkab mexanizm mavzusini ko'rib o'tamiz. Inson tanasi bu o'ziga xos biologik mo'jiza bo'lib, milliardlab hujayralar, murakkab tuzilmalar va ajoyib funksiyalarni o'z ichiga oladi. Uning har bir qismi o'zaro bog'liq holda ishlaydi va hayotni ta'minlaydi. Hujayralar hayotning qurilish bloklari. Inson tanasi turli xil ixtisoslashgan hujayralardan tashkil topgan. Har bir hujayra o'ziga xos vazifani bajaradi va organizmning umumiy funksiyasiga hissa qo'shadi. To'qimalar hujayralar jamoasi. O'xshash hujayralar birgalikda to'qimalarni hosil qiladi. Masalan, mushak to'qimasi harakatni ta'minlaydi. Nerv to'qimasi esa signallarni uzatadi. Bu to'qimalar organizmning asosiy funksiyalarini bajarishda muhim rol o'ynaydi. Hayotning tayanchi skelet tizimi. Skelet tizimi bu suyaklardan tashkil topgan murakkab tuzilma bo'lib, organizmga tayanch beradi. Ichki a'zolarni himoya qiladi va harakatlanish imkonini yaratadi. U shuningdek qon hujayralarini ishlab chiqarishda ham ishtirok etadi. Tayanch va himoya. Suyaklar tananing shaklini saqlaydi va muhim organlarni tashqi ta'sirdan himoya qiladi. Harakatlanish. Suyaklar mushaklar bilan birgalikda tananing turli qismlarini harakatga keltiradi. Minerallar depoziti. Skelet tizimi kalsiy va fosfor kabi minerallarning asosiy zaxirasi hisoblanadi. Harakatga keltiruvchi kuch. Mushak tizimi. Mushak tizimi inson tanasining harakatlanishi, ichki a'zolarning ishlashi va tana haroratini tartibga solish uchun javobgardir. 3 turdagi mushaklar mavjud: skelet, silliq va yurak mushaklari. Skelet mushaklari ixtiyoriy harakatlarni ta'minlaydi, masalan, yurish, ko'tarish. Silliq mushaklar ichki organlarning ixtiyorsiz harakatlarini boshqaradi, masalan, ovqat hazm qilish. Yurak mushagi qonni butun tana bo'ylab haydash uchun mas'ul. Ichki boshqaruv markazi. Asab tizimi. Asab tizimi bu tananing boshqaruv markazi bo'lib, atrof muhitdan ma'lumotlarni qabul qilish, uni qayta ishlash va javoblarni shakllantirish uchun javobgardir. U markaziy, bosh miya va orqa miya va periferik nervlar qismidan iborat. Bosh miya fikr, xotira, his-tuyg'ular va murakkab harakatlarni boshqaradi. Orqa miya va tana o'rtasidagi signallarni uzatadi, reflekslarni boshqaradi. Nervlar signallarni butun tana bo'ylab tashuvchi aloqa yo'llari. Hayotiy energiyani yetkazib berish. Qon aylanish tizimi. Qon aylanish tizimi yurak, qon tomirlari va qondan iborat bo'lib, kislorod, oziq moddalar, gormonlar va chiqindi mahsulotlarni butun tana bo'ylab tashishni ta'minlaydi. Bu tizim hayotiy jarayonlar uchun fundamental ahamiyatga ega. Nafas olish tizimi. Atmosfera havosidan kislorodni olib, karbon angidridni chiqarib yuboradi. Bu jarayon hayotiy energiya ishlab chiqarish uchun zarur. Ovqat hazm qilish tizimi. Oziq-ovqat mahsulotlarini parchalab, ulardan oziq moddalarni so'rib oladi va chiqindi mahsulotlarini chiqarib yuboradi. Siydik chiqarish tizimi. Qondan chiqindi mahsulotlar va ortiqcha suyuqlikni filtrlash orqali tanani tozalaydi. Bu tizimlar organizmdan toksinlarni olib tashlash va uning ichki muhitini toza saqlashda muhim rol o'ynaydi. Ichki muvozanatni saqlash,
Endokrin va immunitet tizimlari. Endokrin tizim gormonlar orqali tananing o'sishi, metabolizmi va reproduktiv funksiyalarni tartibga soladi. Gormonlar tanadagi turli jarayonlarni muvofiqlashtiruvchi kimyoviy xabarchilardir. Immunitet tizimi organizmning kasalliklarga qarshi kurashish qobiliyatini ta'minlaydi. U bakteriyalar, viruslar va boshqa patogenlarga qarshi himoya tuzig'ini hosil qiladi. Yangi hayot yaratish. Reproduktiv tizim. Reproduktiv tizim turning davom etishi uchun javobgardir. Erkaklar va ayollarda bu tizim turli organlardan iborat bo'lib, ular jinsiy hujayralarni ishlab chiqarish va yangi avlodni yaratish uchun mo'ljallangan. Erkak reproduktiv tizimi sperma ishlab chiqarish va yetkazib berish uchun javobgar. Ayol reproduktiv tizimi tuxum hujayralarini ishlab chiqarish, urug'lanish va homiladorlikni qo'llab-quvvatlash uchun mo'ljallangan. Bugungi darsimizning umumiy xulosasi: inson tanasining ajoyib uyg'unligi va funksionalligi. Inson tanasi bu o'zaro bog'liq va mukammal muvofiqlashgan tizimlar majmuasi bo'lib, har bir qismning uzluksiz ishlashi hayotni ta'minlaydi. Bu murakkab tuzilma tabiatning eng ajoyib mo'jizalaridan biridir. Agar bugungi darsimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, obuna bo'ling va kommentariyalarda savollaringizni qoldiring. Sizlar bilan Biokemik kanali bo'ldi. Keyingi darslarda ko'rishguncha.